Dildan suhbat podkastining bugungi mehmoni respublikamizdagi mashhur shaxslardan biri, yosh lider, yuksalish maktablari tarmog'i asoschisi Muhammad Ali Ishonqulov. Assalomu alaykum. Shahrimizga xush kelibsiz. Rahmat, taklif uchun kattakon rahmat. O'zining biznes murabbiylik faoliyati bilan mashhurlikka erishgan 15 yoshida universitet talabasi bo'lgan Muhammad Ali Ishonqulov 1994-yilning 6-noyabrida Jizzax viloyati Baxmal tumanida ziyoli oilada tavallud topgan. Tabassum ham bir ehson deya ta'kidlovchi ajoyib biznes murabbiy 5 yoshida maktabda tahsil olishni boshlagan. 15 yoshda esa Jahon iqtisodiyot va diplomatiya universiteti talabasiga aylangan. Qahramonimiz faoliyati davomida 10 mingdan ortiq shogird chiqarishga ham ulgurgan. Hozirda u xalqaro toifadagi iqtisodchi, Avstriyaning hamda O'zbekistonning Jahon iqtisodiyot va diplomatiya universitetlarida o'qituvchi, yuksalish maktablari asoschisi. Shuni aytish joizki, bugungi kunda Kattaqo'rg'on shahrida ham yuksalish maktabining filiali faoliyat yuritmoqda. Hozirgi kundagi yoshlar aslida 15 yoshgacha jahon tan olgan 500 ta kitobni o'qib chiqishi kerak, lekin afsuski zamondoshlarimiz biz ham juda kam kitob o'qiyapmiz. Insonlar kitob o'qishlari, ilm olishlari va o'zlarida chiroyli xulqni shakllantira olishlari kerak deya ta'kidlaydi Muhammad Ali Ishonqulov. Jurnalistlarga bergan bir intervyungizda ba'zi bir omadsizliklar kelajakda keladigan katta omadlarning tamal toshidir deb aytgan ekansiz. Bugun qanaqa fikrdasiz? O'z doim shu fikrda bo'lganman. O'zi aslida biz nima omad, nima omadsizlikni baholashga shoshilamiz. Vaholanki vaqt haqiqiy hakam bo'ladi. Hazrat Ali roziyallohu anhudan so'rashgan ekan. Buni men Covid payti o'qib eshitdim-da. Juda mos tushdim. Biz atrofimizda bo'layotgan voqeliklar, bizga berilgan bu ba'zi ne'matlar yoki jazo ko'rinishida kelgan ba'zi bir sinovlar bizga o'z aslida yaxshi yoki yomonligini qayerdan bilamiz? Xudoning ne'mati yoki sinov ekanligini qayerdan bilamiz? Desalar aytgan ekanlarki, agar biror bir voqelik yoki ne'mat seni haqni yanada yaxshiroq anglashing va Xudoga yaqinlashishing sababchi bo'lsa, demak u nafsingga yoqmasada aslida ne'mat senga kerak bo'lgan narsa bo'lib chiqadi. Agar undan uzoqlashishingga sababchi bo'ladigan narsa bo'lsa, u jazoing bo'ladi, vaholanki nafsingga yoqsa dedi. Masalan, bir inson mashina olishni shuncha qadar orzu qilib bir amallab olsa-yu, lekin u bilan faqat yomon ishlarni qilib yuradigan bo'lsa, uni aslida mashinasizligi omadi bo'ladi. Agar bir inson bir tushkun vaziyatga tushib yoki kasal bo'lib qolib, lekin o'shandan keyin hayotni yanada terrorroq angrab chiqib, avvalgidanda kattaroq maqsadlar qo'yib, ko'p ishlarni qilib, odamlarga foydasi tegadigan bir boy sahiy yoki bir mansabdor, kim olim insonga aylanib ketsa, boyagi kasallik o'z aslida omad bo'lib kelgan bo'ladi. Shuning uchun biz operatsion o'sha holat ichida baholashga harakat qilamiz. Lekin vaqt o'tgandan keyin bilinadi. Oqil odamlar o'sha paytda o'zida ham bo'ladi. Ya'ni biz atrofimizda nima bo'layotganimiz, bizni unga nisbatan munosabatimiz muhim o'z aslida. Siz uchun vaqt o'zi nima? Vaqt. Ajoyib savol, hech kim bu savol bermagan ekan menga avval. Vaqt insonni umri eng muhim, eng qiymatli narsa deb bilaman. Chunki yoshligimdan yoshi katta odamlardan doim bir maslahat so'raganman. Hayotning mohiyatini anglab yetgan bo'lsangiz menga tushuntiring. Anglating. Shu yoshga kirib nimani tushundingiz desam, bolaligimdan so'rab yuraman bu savolni. 40 ga kirgan ham, 60, 70, 80, 100 ga kirgan odamlar ham bir xil javob bergan. O'tkazgan behuda umrimga achinaman. Vaqtingni qadriga yet deb doim shuni aytishgan ekan. Har bir kunimiz bir o'zimiz imorat bo'ladigan bo'lsak, bittadan g'ishi olinyapti-da. Qachondir tugaydi o g'ish. Ulamolar aytishgan, shu olinayotgan g'ish seni yo u tomonda, yo bu tomonda boshqa bir imoratning qurilishiga sababchi bo'ladi. Sen u g'ishingni qayerga sarflayapsan? Bu g'ishing yarim bo'lganda Xudoning bir roziligi bo'lgan bir jannatdagi imorating yarim bo'lishi kerak. Har bitta g'ish olib u yoqqa qo'yilishi kerak. Umring oxirgi g'ishi olinayotganda u yoqdagi imorating taqataq bitishi kerak. Tarixda ulamolardan so'rashgan.
xosatan Imom G'azoliydan so'rashgan ekan, nimaga biz o'lim haqida gapirishdan qo'rqamiz? Nimaga yoqmaydi? Aytadilarki, chunki sizlar dunyo imoratini juda chiroyli qurgan, oxirat imoratini esa barbod qilgan odamsizlar. Aql shuni taqozo qiladiki, sog'lom odam, aqli sog' odam tayyor shinam uydan xarobaga ko'chishni hech ham istamaydi. Ketmayman deb iloji boricha qolishga harakat qiladi degan ekanlar. O'shaning uchun vaqt jami qilib o'tgan amallarimizni natijasini ko'rsatib beradigan bizga oyna deb bilaman. Rahmat. Sizga savolda hamma vaqt respublika bo'yicha yoshlar bilan, talabalar bilan yoki katta orzular bilan yashayotgan yoshlar bilan uchrashganingizda sizda bir qo'rqitadigan bir savol bormi yoki siz kutadigan savol bormi yoki sizga berilmagan bir savol bormi? Men hamma vaqt kuzataman, o'tgan safar mana teatrda bo'lgan uchrashuvda ham yoshlar xayollariga kelgan, o'zlari o'ylantirgan savollarni beryaptilar, lekin ular qarshilarida o'zlaridan tajribaliroq, o'zlaridan muvaffaqiyatliroq bir insonni ko'rgan kishi sifatida murojaat qilyaptilar. Lekin sizni qarshingizda turli yoshlar, ya'ni biri o'quvchi, biri talaba, biri bog'dan, biri tog'dan deganday. Shuni men qiziq, bironta bir qo'rqadigan savolingiz bormi shuning ichida? Biz birorta savolda hech shu paytgacha qo'rqmagan ekanman. Chunki doim inson quvvati yetadigan, qurbi yetadigan savollar beriladi odatdan. Ya'ni kuchli savollarga biz tayyor bo'lmaganimiz uchun kuchli savollar berilmagan shu paytgacha. Xudo taolo shunaqa go'zal qonuniyat yaratgan bu hayotda. Ilmingiz doirasida sizdan so'rashadi. Undan u yog'ini odatdan so'rashmaydi. So'ragan taqdirda eng zo'r javob asli bilmayman. Lekin bolalardan, yoshlardan, uka-singillardan qaysi savolni rosa kutgansiz desangiz, odatdan savol kutmayman, lekin juda xohlardim agar ular o'rnida o'qib qo'yganimda. Men savolni faqatgina bir martalik qaysi kitob o'qish tavsiya qilasiz yoki o'sha narsalar haqida berish yaxshi, lekin asl mohiyat haqida savol berib o'sha insonni yaratilishdan maqsadi va u oliy maqsadni amalga oshirishlikni boshdan oxirigacha yo'lini doskaga chizib ko'rsatib bering degan hali odam chiqmadi. O'zicha unaqa yo'lni men bilmayman ham. Agar menga imkon bo'lganda kimdir oldimda turib o'sha hamma savolingga javob beradi deganda, men insonni missiyasi, uni oliy maqsadi, uni ro'yobga chiqarishlikda batafsil bir yo'lni chizib bering. Mana shu bizga dasturli amal bo'lib qolsin. Uni orqasidan yuraylik deb so'ragan bo'lardim. Rahmat. Mana shu mana o'zingizni mana yuqorida agar e'tibor bergan bo'lsangiz, turli davrda sizni turli xil qilib tanishtirishadi. Mikrofonni qo'liga olgan suxandon imkon boricha sizga ta'rif berishga harakat qiladi. Siz ko'proq qanaqa inson sifatida tarixda qolishini yoki qanday bir zamondoshlardacha qanday bir ta'riflashlarni xohlardingiz? O'ziga qanday ta'rif bergan bo'lasiz? Hech ta'riflashgan ichimda astag'firulloh deb turaman, rosa xijolat bo'lib turaman. Chunki aytilayotgan gaplarni ko'piga loyiq emasmizda biz. Men juda sharafli kasb deb bilaman. Unaqa bir tadbirkor bir narsalarda asoschisi deb tanishtirgandan ko'ra o'qituvchi deb tanishtirishni juda ham xohlardim. Ya'ni oddiy o'qituvchi yoki ustoz, murabbiylik, o'qituvchilik, ustozlik maqomi juda baland narsa. Oddiy kasbga o'xshab tuyuladi-yu. Ustoz juda kuchli inson bo'ladi. Farzandingiz bor-a? Bor. Bolaligidan katta qilgansiz, ya'ni har xil yoshini ko'rgansiz. 4 yoshdan boshlab juda ko'p savol berib boshlaydi. Tong.uz kompaniyasidan Dildan suhbat loyihasi. Hamkorimiz Rich Lady go'zallik saloni. Manzil Amir Temur ko'chasi, Issiqnon ro'parasida. Qizlarimiz va ayollarning yanada latofatli va lobar bo'lishlari uchun malakali xizmat ko'rsatiladi. Chegirmalar ham mavjud. 8, 9 yoshlarda beradigan savollar aql shoshirib qo'yadigan darajada. So'rayveradi. Bitta bolaga ba'zan bitta uyda turib otasi, onasi 2 kishi chidash qiyin bo'lib ketadi.
shunday. Lekin unaqa bolalardan 20 ta 30 tasini bitta xonaga jamlab hammasiga bas kelib ularga ilm o'rgatib turgan odam qanaqa kuchli bo'lishi mumkin ekan kuni bilan. Men ilm olishni mashaqqatli yo'l deb bilaman. Lekin undan ham mashaqqatli yo'l bor yana bitta. Bu ilmni boshqa birovga o'rgatish. Bir narsani tushunish oson, tushuntirish juda qiyin. O'shaning uchun ustozlik maqomi ulug' kasb deb bilaman. Sharaf jihatdan hech kim yaqin yo'l olmaydi unga. Rahmat. O'shaning uchun Juda hammasini yig'ib birgina ustozligini so'z. Ajoyib javob. Yana bitta savolim bordi. Sizni mana siz bilan suhbatlashishdan oldin ozgina siz to'g'ringizga intervyularni ko'rib bir ko'proq tushunishga harakat qildik. Mana bitta bergan intervyungizda 2023-yilgi jurnalistlar savollarga javob berib turib aytgansizki, albatta bo'sh bo'ldim degandan oilamga yuguraman. Asosiy tayanchim bu meni oilam degansiz. Shuning uchun shu oilangiz haqida ikki og'iz so'ramoqchi edim. Ya'ni mana farzandlar haqida qanday mana sizni mana shu bugungi respublika bo'ylab tig'iz jadvalingizga oilaning munosabati qanday bo'lyapti? Qo'llab-quvvatlashadimi sizni? Qo'llab-quvvatlamasa berib o'tirmagan bo'lardim hozir. Alhamdulillah, men o'ylayman har bir insonni ishi, quvvati, uni yelkasi mas'uliyatiga qarab turmush o'rtog'i Alloh taolo beradi deb o'ylayman. Oilam haqida odatdan gapirmayman hech qayerda. Ko'rmagansiz ham. Umumiy gaplar gapirish mumkin. Ichigacha hech qachon kirib gapirmayman. Lekin aytish mumkin bo'lgan narsa, qizlarimni inshaalloh kelajakda o'qitib, o'zlari xohlashsa ayollar shifokori qilish niyatim bor. Oilamiz alhamdulillah hamma ziyoli bo'lgan. Boya aytganimdek, uchrashuvda ham o'qishga kirmagunimizgacha, oliy o'quv yurtiga kirmagunimizgacha telefon ishlatmaganmiz hech qaysimiz. Dadamiz, ayamiz o'qishimizni juda qo'llab-quvvatlagan, doim nazorat qilgan. Ikki o'g'il, ikki qizmiz. Akam rahmatli vafot etganlar. Men, opam, singlim qolganmiz. Hammamiz bir litseyda o'qiganmiz. O'sha litsey muhtasham litsey bo'lgan. Muhit zo'r bo'lgan. Kollejlar ochilish fonida yopilib ketgan, menga afsus bo'lsin kim. O'qishga kirish 95% atrofida edi. 50 ta bola bitirsa 48 tasi kirardi o'qishga bizdan. Bu nechinchi yilda? 2010-yil atrofi gap. Ya'ni 2005 dan 2010 orasidagi gaplar, men o'qigan paytlar. Kollejlar ochildi. Hokim ustoz Gavhar Zayrunov bilan bu masalani ko'p gaplashganmiz. Kollejlarda oliy o'quv yurtiga kirish 3%, 5% orasida bo'lganda, tushunyapsizmi? Menda juda katta dard bo'lgan. Shunday bir muhtasham litseyimiz yopilib ketdi. O'qish sifati tushib ketdi, Baxmal reytingi ancha orqaga olib ketdi. O'sha litsey qaysi litsey edi? 4-akademik litsey. Toshkentda. Yo'q, Baxmalda, tog' tagida, Jizzaxda. Aytib, oilaviy o'qiganmiz deb. Litsey tugagandan keyin Toshkentga kiryapsiz o'qishga, shunaqami? Yo'q, litseyda-ku men 9-sinfni bitirgandan keyin 11-sinfga imtihon asosida 1-sinf sakrab imtihon bilan kirib, o'sha biz 9-sinfda tayyor bo'lganmiz o'qishga kirishga. 200 balla atrofida to'plardik. Keyin diplomatik 15 yoshingizdan maktabga borgan ekansiz. Qiyin bo'lmaganmi? Yo'q. Boshqalari qiyin bo'lmagan 15 yoshida institut tugatgan ekansiz, shunaqami? 15 yoshda institutga kirganman, diplomatiyaga. Keyin akam rahmatli rosa o'ylardi, g'am chekardi. Mana shu litsey bekor yopilib ketdi. Joyiga qo'yishimiz kerak. Amaldor bo'lsak, bitta qo'l bilan hal qilib yuboramiz deb yurardik. Qarasak, o'z nomuncha amaldor qo'ldan kelmaydigan ish ekan. Lekin akam vafot etdi o'rtada. Bu orzu bitta menga qoldi. Keyin niyat qilib, oxiri Allohga shukr 1,5 yil oldin shu orzuni amalga oshirib, o'sha litseyda muhiti, o'sha litseydagi doimiy ustozlarga hurmat, doimiy ilm bilan, kitob mutolaasi bilan, sevgi, muhabbat, o'ldim, kuydim, telefon o'yinlarga chalg'inmaydigan, ilmga haris bo'lgan o'quvchilari bor bo'lgan biz muhitni inshaalloh yo'lga qo'ydik. Yuksalish maktablari Baxmal filialini ochdik. Xudoga shukr. O'sha mana hozir endi shu savolga bevosita keldik. Kattaqo'rg'on shahrida ochilgan yuksalish maktabiga gapirib bersangiz, bu o'tgan safar kelganingizda bir orzu edi. To'g'risi men bunchalik tez amalga oshadi deb o'ylamagandim, lekin sizni mana shu kirishingiz bilan mana hozir bolalar to'ldirib yurishibdi, ko'zlarini quvnatib, bir odobli, ta'lim tarbiyali
qanday mana shu Kattaqo'rg'on shahridagi yuksalish maktabi haqida, tarix haqida gapirib bersangiz, qanday ochdingiz? Bu nechinchi maktab hisoblanadi? Umidlar qanday? Umidimiz rosa katta. Xo'p, demak bizda 13-filialimiz bo'ladi. 13 respublika bo'yicha. 29-iyun kuni o'tgan yili tamal toshi qo'yilganda, 29-iyun ertalab soat 4da kirib kelganman men Kattaqo'rg'onga. Tongdan keyin primoy Sahar. reportaj olib bordingiz. Mana Kattaqo'rg'onga kirib keldim deb o'sha kuni. Ha, esladim. Keyin uchrashuv qildik Majidiyda, Ha. teatrda. O'shanda Gavhar Zair bilan yonimizda o'tirib, umuman suhbatdan ko'p bolalarda manfaat bo'lganidan va maktablarimiz haqida bir savol berishganda ozgina tushuntirganimga qiziqib qolishib, shu maktabingizni shu yerda oching deyishdi. Ismoil Yo'lmasovich prokuror ko'p qo'llab-quvvatladilar. Keyin o'zi odatda biz ochmaymiz. Ya'ni 1 yil oldin tayyorgarlik ko'ramiz qayergadir filial ochadigan bo'lsak. Chunki biz litsenziyaga ulgurishimiz kerak. O'qituvchilarni to'rt bosqichda saralab olamiz, o'quvchilar imtihon qilamiz, boshqa ancha qisqa muddat qolgan bo'lsa ham shu ikkita insonni juda qattiq haligi ambitsiyasi deymiz-ku. Xohishini yerda qoldirish istamadi. Va'da berdik, ochamiz deb, alhamdulillah noyabr oyiga ulgurib hamma narsani ochdik. Va juda yaxshi start oldi deb o'ylayman. Bir chorak o'qishda bolalar hozir. Biz endi yangi chorakda kirib uchrashuv qildik. Jamoa juda yaxshi yig'ilgan. Ustozlar, o'quvchilar bir-biridan aytganingizda ilmga haris, ham tarbiyalik. Va bundan keyin ham kengayadi degan umiddaman. Butun Kattaqo'rg'onliklar ba'zilari eshitmagan ekan. Qachon ochasiz deb kecha ham so'rab qolishdi. Ochib bo'ldik desam, men ko'rmabman dedi. Bilgan bilmaganga dalolat qilib, qurib yetgan insonni kelib o'qitishlarni, xohlardik farzandlarini. Chunki men o'zim shu maktabda bolalikka qaytib o'qigan bo'larmidim desa rosa xohlayman. Har bir tadbirkor o'zi ko'rsatayotgan xizmatni va o'zi ishlab chiqarayotgan mahsulotni eng avvalo o'zi oilasi bilan birgalikda iste'mol qilishga tayyor bo'lish kerak deyman. To'g'ri. Men o'zimga ravo ko'raman, alhamdulillah. Farzandlarim o'qisin deyman. Tezroq katta bo'lib, qani yuksalishda o'qisa deyman. Va har safar kengayarkanmiz, yangi maktablar ocharkanmiz. Akam rahmatli ruhlari bir shod bo'lyapti deb o'ylayman. Chunki akamni asriy orzusi edi. Demak, bizga nasib qilibdi ekan. Hammasini savobiga sherik deb o'ylayman. Rahmat. Ya'ni o'sha Baxmalda boshlangan tashabbus bugun mana 13-maktab sifatida amalga oshib kelyapti, shunaqami? O'z ilk filialimiz Toshkentda ochilgan. Toshkent, Samarqand, Farg'onada bitta 1 yilda ochganmiz, 3 yil oldin. Keyin boshqa filiallar bilan davom etib ketganmiz. Juda ham qiziq, chunki mana sizni hozir tig'iz vaqtingizni hisobga olib, iloji boricha savollarni qisqartirib qilishga harakat qilyapman. Sababi savollarimiz ko'p va shunga qaramasdan ko'proq ma'lumot olib tomoshabinlarga yetkazishga harakat qilyapman. Boshimizga. To'g'risi, qanday aytsam, bo'ya ta'lim haqida biz mavzuni boshlaganimizda mana sizni chehrangizda, mana sizni o'sha avlodingiz, ya'ni mana shu 2005-yil, 2010-yil oliygohda ta'lim olgan talabalar, bir guruh mana shu katta umidlar bilan yashagan insonlar bir hozirgi kunda bir yangi katta umidli bir yoshlar, liderlarni bir guruhini shakllantirdi. Bugun sizni yoki siz kabi yana bir necha yigitlarimiz, blogerlarimizni elga tanishtirish uchun ularni familiya ismlarini aytish shart emas. Bu juda ham xursand qolarli daraja. Chunki mana hozir aytganimizdek, hurmatli tomoshabinlarimiz ham ko'rib turibdilar. Bular hammasiga o'sha ilmga muhabbat va ta'limga e'tibor ortidan erishilyapti. Fursatdan foydalanib, mana shu Kattaqo'rg'on shahrida boshlanayotgan yuksalish maktabini faoliyatiga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Rahmat. Sizga yana bitta savolim bor edi, agar ruxsat bersangiz. Mana shu tomoshabinlarimiz siz haqingizda ko'proq ma'lumotni qayerdan olsalar bo'ladi? Yaxshi. Xo'p. Biz faoliyatimizga doir, men shaxsiy hayotimizga umuman siz to'g'ringizda Muhammadali Eshonqulov to'g'risida Wikipediyada kiritilganmi siz to'g'ringizda ma'lumot yoki yo'qmi hozircha?
menimcha kiritilmagan bo'lsa kerak, hech qiziqmagan ekanman. Nima? O'zi haligi shaxsiyatim, xuddi faoliyatim haqida gapirsam hijolat bo'laveraman deng. Yana rahmat aytardim, bolam, hech o'zing haqida gapirma. Yo o'zingni maqtashga, yo yomonlashga to'g'ri keladi. Boshqa yo'l yo'q deydi. Ikkalasi ham ahmoq odamning ishi degan. Lekin Muhammad Ali passajchisi Eshonqulov deb qidirishsa, hamma haligi ijtimoiy tarmoqlarda bizning akkauntimiz xuddi shunaqa rasmiy sahifalarimiz kirib ma'lumot olishsa bo'ladi. Yoki internetga ham qidirishsa bir dunyo narsa chiqib kelsa kerak. Lekin talabalik payti boya xuddi haligida o'rtoqlarimiz qidirgani kabi Google'ga o'zim qidirib qo'yardim. Muhammad Ali boksyor chiqib kelardi, yana boshqa. Shu bilan adashtirildi. Alijon aka Eshonqulov chiqib kelardi. Ajoyib qo'shiqchi odam, inson ovozi go'zal. Men o'zim hech qayerda yo'qman. Demak ko'proq ishlash kerak deb qo'yaman. Lekin o'zi aslida hech mashhur bo'lishiga yoki shuhrat motiv bo'lmagan. Ya'ni rosa bunga intilib asl maqsad bu bo'lmagan. Samimiy odamlarga ozgina bo'lsa ham ustozlardan o'rganganimiz ilm, ma'rifat, go'zal xulqni tarqatishni niyat qilganmiz. O'shaning uchun oz-ozdan o'z siniq telefonim bo'lardi. O'shanda video olib ijtimoiy tarmoqqa joylab boshlaganimiz. Xudoyim ehtimol bu yaxshi niyatimizni qabul qilgandan bo'ldimi? Keyin ko'pchilikka manfaat tegadigan ijobiy o'zgarishlar bo'lgan. Necha yuz minglab ota-onalar bilan farzandlar orasidagi munosabat yanada yaxshiroq tomonga isloh bo'lib, qancha aka-ukalarni munosabati yaxshi tomonga o'zgarib, qancha Rossiyada juda qiynalib, depressiyaga tushib, nima qilishini bilmay turib, hayot yo'lini qidirib yurgan bolalarni hayot yo'lini topishiga sababchi bo'lib, qancha kasallikda shu endi meni umrimda oxir bo'lsa kerak deb noumid bo'lib turib yotib qolgan odamlarni oyoqqa turishiga sababchi bo'lgan holatimizdagi minnatdorchilik xatlarni o'qiganda ko'zimizga yosh kelib, Xudoyim menimcha sen bergan ne'matni chiroyli tarzda ado qilyapman shekilli deb o'zimizdan ozgina bo'lsa ham rozi bo'lganmiz. Allohim shuni ziyoda qilsin. Men jami mana mediaga chiqadigan odamlarga aytadigan gapim bor. Tong.uz kompaniyasidan Dildan suhbat loyihasi. Hamkorimiz Rich Lady go'zallik saloni. Manzil Amir Temur ko'chasi, Issiqnon ro'parasida. Qizlarimiz va ayollarning yanada latofatli va lobar bo'lishlari uchun malakali xizmat ko'rsatiladi. Chegirmalar ham mavjud. Mashhurlik bilan foydalilik boshqa narsa ekanda. Siz biror bir kontent olib, uni ijtimoiy tarmoqqa joylarkansiz. 1 daqiqalik bo'lsa, misol uchun. Million odam ko'rsa, bu million umr degani. Million hayotdan 1 daqiqa vaqtni olding degani. Xudoni oldiga borganda shu bandalarim umrini seni shu videong bilan ko'rish bilan o'tkazdi. Sen yaxshilikni tarqatdingmi, yomonliknimi deb so'rasa javob bera olasizmi? Qobilni o'ldirdi. Yer yuzidagi ilk qotillik bo'ldi. Va qiyomatgacha odam bolalaridan kim bir-birini o'ldiradigan bo'lsa, urushlarda necha millionlab odamlar o'ladigan bo'lsa, hammasini gunohiga Qobil sherik bo'lar ekan. Gunohidan o'sha jazo yetib borib turar ekandek, inson bir yomon narsani boshlasa, o'sha qancha odam davom ettiradigan bo'lsa, hammasining gunohi birinchi boshlaganga yetib keladi. Kim bir yaxshi narsani boshlaydigan bo'lsa, hammasi savobi shu birinchi boshlaganga yetib keladi. Shuning uchun siz kimning yo'lida xizmat qilyapsiz? Buni aniqlashtirib oling hozir. Ya'ni boya uchrashuvda ham aytdim, hayron qolasiz. Agar mana shu videoyim 100 mingta like yig'sa, onamni o'ldiraman deydigan odam shu o'zbek tilida gapirdi-da. Bunaqa yoshlar qayerdan chiqib keldi deb hayron qolasiz. Ya'ni o'zi uchun eng qiymatli, sen uchun bir o'limdan qolgan, tug'gandan keyin chalajon bo'lib qolgan, sen uni sochlari, ko'zlari, nuri, immuniteti, suyaklarini yemirib tushgansan. Sen uchun joningni bergan, har kuni kechqurun eng kam 5 marta uyg'onib, emizib, seni tagligini tozalagan onangni qayoqdagi qalang-qasanglar bosgan layk uchun o'ldirasanmi? Bu nima degan gap? O'shaning uchun haligi mashhur bo'laman deb har xil qiliqlar qilib bizni buyuk
shonli tarixga ega bo'lgan o'zbek degan millatni yuzini yerga qaratmasliklari juda ham iltimos qilgan bo'lardi, hurmatli influenserlar. Auditoriyam bor ekan deb har narsani gapirishlik, har qilig'ini qilishlik trend ekan deb bizga yarashgan yarashmagan har xil narsani qilishlik bu o'zbekchilikka, insoniylikka umuman to'g'ri kelmaydi. Hatto hayvonim o'zini onasiga, hayvonim o'zini bolasiga mehr bermalik qiladi-da. Shu hayvonchalik bo'lmadingmi deb qolasiz ba'zan. Chunki bu juda katta mas'uliyat ekan ijtimoiy. Juda katta mas'uliyat ekan. To'g'ri. Endi yuqoridagi fikrlaringiz uchun katta rahmat aytamiz. Men umid qilamanki, mana bu safar navbatdagi safarlaringizda mana shu Kattaqo'rg'on shahriga kelganingizda albatta faoliyatingizdagi yangiliklar to'g'risida yana biz bilan fikrlashib, albatta tomoshabinlar eshigimiz doim ochiq. Masalan, maktabga ham kelishsa, fursatdan foydalanib mana bitta mo'jizgina kitob chiqargandim. Mana shu kitobni sizga sovg'a qilaman. Boringiz Ko'rib fikringizni bildirasiz degan umiddaman. biror kitob hadya qilsa, o'zi yozganmi yoki biror albatta ozgina bo'lsa ham o'qib keyin olaman. Mana shu she'ri juda yoqdi, iltijo degan. Mayli siz o'qib beraman. Mayli. Jamshid akamiz Nosirov yozganlar. Ustozimiz Dunyo mening kitobidan. Iltijo. Bir soniya, bir daqiqa vaqt. Tuydim juda katta oliy baxt. Bu haqiqat buyuk bir lazzat. Joy namozga bosh qo'ygin faqat. Shunda zora kamayur gunoh, shunda zora kechirar Alloh. Suvdan hech voz kechgaymi daraxt. Tanda joni bo'lsa bas faqat. Yurakda qon aylansa har dam, orzu bilan yashaydi odam. Niyat o'ngdan kelmaydi eyvoh, seni haddan sevmasa Alloh. O'zing yerda, samoda qo'ling, yetolmaysan uzoq yulduzing. Umid armon senda ey dunyo, hayot esa ro'yodir ro'yo. Umidimiz jannat-ku eyvoh, iymonimiz butun qil Alloh. Hurmatli do'stlar, bugungi mehmonimiz Muhammadali Ishonqulov edi. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' va salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat, boriga shukr.